Durusul Lughatul Arabiyya ikinci qism 19 ders. Ad-Darsu Tasi-Ashar. Hem ders başlashdan ilgari 19 darsdagi muhim nuqtalarni bir yig'inchoqlab o'taylik. 19 darsimizdagi muhim nuqta 3 taraf yig'inchoqlanadi. Birinchisi lan. İkincisi ma. Üçüncüsü la. Endi bugungi darsimizdagi bu 3 tane vasita inkar vasıtaları. Yani bulutsuz cümleni bulutsuz kıldıgan, pillarni bulutsuz kıldıgan vasıtalar. Endi lan pili mudaranın aldığı kelip ahirini zavar kılıdı. Ondan kelgüsü zamanını ta'kid bilen inkar kılıdı. Mesela lan nezhebe hergiz barmaymiz. Lan ektuba hergiz yazmayman. Lan adriba hergiz urmayman. Lan anama hergiz uxlamayman degandek. Endi mağı kelsak o'tgan zaman pilni oldiga kelib inkarni bildirdi xolos. Masalan ma zahaba bamidi, ma faala qilmidi, ma daraba urmidi, ma akala yemidi. La kelgusi zamanni ifodalaydi. Bugungi darsimizda oddiy zamanni ifodalaydi. Oddiy zamonimizda masalan o her kuni soat 9gacha uxlamaydi desak, o ya o'tgan zaman ya hozir ya kelgusi zamonga tabi olmasin. Oddiy zaman shundami? Ashta oddiy zamanning inkar shaklini ifodalaydi. Mushuni tushunib olsak, bugungi darsimizga grammatik oyoqlash desak bo'ladi, ha? Bugun darsdagi nuqtalar oydin bo'lgan bo'lsa, avval darsdagi so'zliklarni o'qidimiz, ha? Avval o'qib, bir tarjima qilib qo'ying. Al-kalimatul jadida. Asifun, sifaratun, amun, a'wamun, hindiyun, hunudun, khumurun, khamrun, خمور موجود متعب حرير الدنيا الآخرة مستقبل بدء أحد أبدا لبس يلبس صبر يصبر ترك يترك اعتمر يعتمر عمره Asifun. Odatda sifata tarjimasi masalan ana asif deb ishlatiladi. Bak afsus degan gap. Afsuslanayapman, bak afsus, oldingizda xijil degandek. Afsus deb tarjima qilib qo'ysanglar bo'ladi hozircha. Ammo ishlatishda oldingizda xijilman, afsus, xafaman, bu ishni qilamadim deganda gaplar emas. Shunga ana asif deb ishlatiladi. Sifaratun elchixona. Ne konsulxona. Davlatning davlatga ishlarini betaraf qiladigan elchixonalar. Amun yil, avam ko'pligi. Hindiyun hindi. Ma Hindistonlik odam degan gap, ha? Hindistonlik. Hunud ko'pligi. Khamrun haraq, khumur ko'pligi. Mavjudun bar. Mavjud. Mut'abun bu nisbatan charchagan, harg'an. Harirun ipek. Ad-dunya dunya. Al-akhirah akhirat. Mustaqbalun kelgusi, kelajak. Bad'un boshlanish. Ahadunninki jumladagi bo'lishliq jumla, bo'lishsiz jumlaga kaginga qarab turib, ba'zida bir kishi deb tarjima qilinadi. Ba'zida hech kishi deb tarjima qilinadi, ba'zida bir deb tarjima qilinadi. Bir kishi, hech kishi, bir deb uch xil tarjimasini yozaman. Abadan hargiz, labisa yalbasu kiydi, kiyivatudu. Sabara yasbiru sabr qildi, sabr qilivatudu yoki chididi, chidavatudu. Taraka yatruku tashladi, tashlavatudu. I'tamara ya'tamiru umri qildi, umri qilivatudu. Umra umra. Odatda haj umra ikkiga bo'linadi. Faraz haj deyildi, nafl haj umra deyildi.
sözlük tushunishlik bo'lgan bo'lsa, men tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray. الدرس التاسع عشر. أرجو أن تشتري لي هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك في عطلة الصيف. إنه باللغة الأردية وما وجدته في المكتبات هنا. أنا آسف، إني لن أذهب إلى الهند في عطلة الصيف. أريد أن أذهب إلى بغداد لأزور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هناك. وإخوتك ألا يذهبون إلى الهند؟ نعم، هم أيضا لن يذهبوا هذا العام، يريدون أن يبقوا بالمدينة المنورة ليحفظوا القرآن الكريم. وأخواتك هن أيضا لن يذهبن إلى الهند في هذه العطلة، يريدن أن يذهبن إلى مكة أولا ليعتمرن ويبقين هناك شهرا عند خالتنا، ثم سيذهبن إلى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. أتعرف أحد من الطلاب الهنود يذهب إلى الهند في هذه العطلة؟ سمعت أن طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب إلى الهند قريبا. نعم، أنا أعرفه، هو سيذهب في الأسبوع المقبل ولكنه لن يرجع. لما؟ لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج. أتعرف جعفرا؟ نعم أعرفه، لكنه من باكستان. يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باكستان، فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباكستان. أشكرك يا عيوب، جزاك الله خيرا. سأذهب إليه الآن وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. Hazır tercüme qilma. Diqqat qilgan nuqtalar shu la, ma va lan. أرجو أن تشتري لي هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك في عطلة الصيف. Siz yazlık ta'tilda Hindistonga borgan vaqtingizda menga bu kitobni Hindistondan setib olib berishingizni umid qilaman. Uzun jumla o'qishqa talmutal tahlil qilamiz. Arju an tashtariya sizning menga setib berishingizni, setib olib berishingizni umid qilaman. Hadal kitob, bu kitobni men Hindistondan. Indama chaqda, vaqtda tazhab barasiz ila hunak u yerga, ya'ni Hindistonga demakchi, fi atlatis sayf, yozliq ta'tilda. Ya'ni yozliq ta'tilda Hindistonga borgan vaqtingizda bu kitobni u yerdan menga setib olishingizni umid qilaman. Innahu bil lughatil urdiyya, u urdu tili bilan ekan, lekin urduchi ekan. Ma wajadtuhu fil maktabati hunak, uni bu yerdagi kutubxonalardan topolmadim. Meniki ma wajadtuhu deki nima? Ma topolmadim, o'tgan bulusiz shakl. Ana asif, afsus, xijilman. Inni lan azhaba ila al-Hind fi atlatis sayf. Men yozliq ta'tilda Hindistonga bormayman. Kelgusi zamonda inkor qilyapti-da, bormayman. Uridu an azhaba ila Baghdad li azura khali alladhi ya'malu fi sifarat al-Hind hunak. Men Bag'dodga u yerdagi Hindiston konsulxonasida ishlayotgan tog'amni yo'qlash uchun bormoqchi bo'lyapman yoki berishni o'ylayapman. Intalmutal tahlil qilsak, uridu an azab, bormoqchi bo'lyapman, berishni o'ylayapman. Ila Bag'dod, Bag'dodga li azura khali tog'amni yo'qlash uchun allazi ya'malu ishlaydigan fi sifaratil Hind, Hindiston konsulxonasida. Nada? Hunak, shu yerda. Va ikhwatuka ala yazhabuna ila al-Hind. Sizning qarindoshlaringiz-chu? Mediki va ikhwatuku chu degan ifodalaydi va ala yazhabuna ila al-Hind, ular Hindistonga bormamdu. Naam, hum aydan lan yazhabu hada al-am. Ular ham bu yil bormaydi. Lan. Diqqat qilgan nuqta, lan birlik tilni oldiga kirsa, oxirini zivar qiladi shundami? Endi ikkilik va ko'plik tillarning oldiga kirsa, oxirini ham zivar qiladi-ku. Qanday zivar qiladi? Oxiridagi nunning tushib ketishi orqali. La yazhabu degan nunning tushib ketganligi shu tilning oxirisining nima bo'lganligi, zivar bo'lganligining ifodasi.
yuriduna an yabqaw bil madinatil munawwara liyahfazul Qur'anal Karim. Ular Madina Munawvarda Qur'oni Karimni yodlash uchun qab qilishni o'ylashyotdi yoki o'ylayotdi, qab qalmoqchi bo'lyotdi. Yuriduna an yabqaw qilishni o'ylashyotdi, qab qalmoqchi bo'lyotdi degan ma'noda. Bil madinatil munawwara ba fi ma'nosida. Ba'ni fi ma'nosida keladigan o'qigan bo'qiytinglar shundami? Ba fi ma'nosida. Madina Munawvarada liyahfazu Qur'oni Karimni qanaqa qilishni yodlashsin. Liyahfazu degan lam fil mudorani oldiga kirsa oxirini zavar qildi-ku. Yahfazuna degan nun shu zavarga alomat bo'lsin uchun tushib ketyapti. Va axawatuk sizning qiz qarindoshlaringiz-chi hunna aydan la yazhabna ila al-Hind fi hadhihi al-'utla. Ularmu ham bu ta'tilda Hindistonga bormaydi. Anmada lan yazhabdan oldiga kelsin, keyingi nun tushib ketmabdi-ku. Desa, ayollik ko'plikning nuni mabni bo'lib qanday ketmaydi, tushib ketmaydi. Oldingi darsda o'qidik, ha? Yuridna an yazhabna ila Makkah awwalan liya'tamirna wa yabqayna hunaka shahran 'inda khalatina. Ular avval umr qilish uchun Makkaga bormoqchi bo'lyotdi. Va u yerda tog'imizning qishida bir oy qolib qoladi. ثم سيذهبن إلى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في أحد المصارف هناك. Ondan keyin Riyozga shu yerdagi bir banklarning birida ishlaydigan tog'imizni yo'qlash uchun boradi. An tahlil qilsak, ayazhabna bu masdarga o'zgardi shundami? Yuridna ayazhabna ishkisi qo'shilib, bormoqchi bo'lishyotdi. Ila Makka, Makka g'ayri musul bo'lsa ila Makka ta'dab zora qo'ymiz-a. Liya'tamirna lam ya'tamirnani masdarga o'zgartirib umr qilish uchun deb ism shaklida tarjima qilamiz. Undan keyin ya'tamirning oxiriga nun tushib ketish kerak edi, ammo u mabni yo'qotqa ayollik ko'plik nunini qanday ketmadi, tushib ketmadi, ha. Yabqayna hunaka shahran dakhal o'xshashlar. Sayazhabna ila ar-Riyad. Ammo oxirida allazi ya'mal, ya'ni qanday tarjima qilamiz? Allazi shundami? Mushaqliqda diqqat qilsak bo'ladi. أتعرف أحد من الطلاب الهنود يذهب إلى الهند هذه العطلة؟ Bu şilisi bu tatilde Hindistan'a baradigan Hindistonlik o'quvchilardan birazini tunamsiz, birarini tunamsiz. Sami'tu anna taliban hindiyan ismuhu Khalid sayazhab ila al-Hind qariban. Anglashimcha Khalid ismli bir Hindistonlik o'quvchi yaqinda Hindistonga boradi ekan. Sami'tu anna taliban ma anna biz oldingi bir darslardan deb o'tgan keyinni kelgan jumlaning nimaga o'zgartirdi? Masdariga deb shundami? Undaganda ismi Khalid bo'lgan Hindistonlik o'quvchining pat arada Hindistonga boradiganligi deb andan keyingi barliq jumlalar nima shaklda masdar shaklida tarjima qilindi. Liqni angladim. Naam, ana a'rifu, ha, uni tuniyman. Va sayazhab bil usbu al-muqbil. U kelaki haftada mangadu, nil baradu. Lekin la yarja, lekin o qaytib kelmaydi. Lan kelgusi zamonni ifodalaydi. Oxirisini muqottado zora o'qiladi. Lima? Nimishqa? Li'annahu marid va sayabqa fil Hind lil'ilaj. Chunki o kasal bo'lib Hindistonda davolanish uchun qoladi. Sen fil mudorini kelgusi zamonga xos qiladi, ha? Ata'rifu Ja'faran? Ja'farin tunamsiz? Na'am, a'rifu, lakinnahu min Pakistan. Ha, uni tunayman, biroq o Pokistondan. Yumkinuhu an yashtari hadha al-kitab min Pakistan. Yani yumkinuhu da oldingi bir darsda o'tgan, ha? Yumkin deb kalsimi bo'ladi, yumkinuhu deb keyin huzumning akasimicha bo'ladi. Yani buning tarjimasida qilalaydi, italaydi, qiladi, itadi, bo'ladi, bo'lmaydi shundami? U bu kitobni Pokistondan sotib olaydi. Yoki uning bu kitobni Pokistondan sotib olishi mumkin. Ayyashtariya ikkisi qo'shilib ism bo'lg'achqa sotib olishi mumkin. Ayyashtariya deb zo'r o'qiladi, ha? Chunki fa'ilidagi fa chunki ifodalaydi. Chunki o'rdochi kitoblar Hindiston va Pokistonda bor. Ashkurka ya Ayyub, jazakallohu khayra. Rahmat sizga Ayyub. Alloh sizga yaxshi mukofotlarni bersin. Sa'azhabu ilayhi al-an wa aqulu lahu. Hozirlar uning qishig'i berib, uningga day, aqulu lahu uningga day. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Fi amanillah. Allohga omonat degan gap, ha? Tekst mazmunlarini tushunmagan Alloh bo'lmasa, ko'nikmalarni bir qurib tushunib bitib ketaylik.
تمارين. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. تهنيك سؤال الله جواب برم. التمرين الثاني صحح ما يلي. تهندكilani to'g'rilang. Ani birinchi va ikkinchi ko'nikmalar tekstning mazmuniga munosabatlik bo'lg'achqa biz dialogning mazmunini o'zlashtirib bo'lgandan keyin ishlasak bo'ladi. Uchinchisi Ajib anil as'ilatil atiya wan nafy musta'milan lan. Tundagi savollarga lanni ishlatib inkor, ya'ni bulusiz jumla tuzib qanaqa qiling javobini davotdi. Masalan, birinchi savol atazhabu ila baladika fi ahlatis sayf. Yazliq ta'tilda shahringizga, davlatingizga baramsiz desa, biz hargiz bormayman yoki bormayman demoqchi bo'lsak, o'ringa lan ishlatishimiz kerak. Nima deymiz? Lan azhaba ila baladi fi ahlatis sayf. Lan azhaba ila baladi fi ahlatis sayf deb javob bersak bo'ladi. Va boshqalarning shu asosida ammo diqqat qilgan o'rin tazhabunaga o'xshash ko'plik, ikkilik pilla kelib qolsa, uning oxiridagi nun oldiga lan kelishi bilan qanday bo'ladi? Tushib ketadi. Shuni bilsak bo'ladi. To'rtinchisi ta'ammal adawat an-nafy al-atiya. Tundagi inkor vositalarini o'ylanib baqing. Masalan, biz bayatdan tushundirgan ma, la, lan. Bilgan misol qarab baqayli. Bo'lishli jumlasi. Zahabtu ila suq ams. Tunugun bozorga bordim. O'tgan zamonga buni inkor qilmoqchi bo'lsak nima deymiz? Ma zahabtu ila suq ams. Tunugun bozorga bormadim. O'tgan zaman inkor qilish nima keldi ekan? Ma. Ikkinchisi azhabu ila suq kulla yawm. Men har kuni bozorga boraman. Bu qaysi zaman? Odatdagi zaman. La azhabu ila suq kulla yawm. Men har kuni bozorga bormayman. Qanday zaman? Odatdagi zaman. Sa'azhabu ila suq gadan. Adi bozorga boraman. Sin kelgachga bu qaysi zamonga tava? Kelgusi zamonga. Lan azhabu ila suq gadan. Adi bozorga bormayman. Kelgusi zamanni nima inkor qildi ekan? Lan. Mushuni tushunib olsak bo'ladi. 5-si. Tundagi misollarni o'qingda o'tdi. O'qib mushu lan Andikin ma, andikin la deganlarni qayında jumlalar ishlatilindi, jumlaga qanday ta'sir ko'rsatdi, shunga diqqat qilsak bo'ldi. Masalan, birinchi jumlada lan azhaba ila qaryati fi adati sayf hadal am. Bu yilisi yozliq ta'tilda men gezamga bormayman. Lan azhabani oldiga kelib oxirini zavar qildi shundami? Kelgusi zamanni inkor qildi. Mushu bo'yicha qolganlarini o'qib olsak bo'ladi. 6-chi mashq tundagi pillaga lanni kirgizing va oxirini qoidaga soling davotidir. Demak, cho'g'ini pilning ustiga lan kirsa, pil mudorining ustiga oxirisini muqilmoqchi desalar, agar ikkilik ko'p bo'lib qolsa, nun qanaq ketmoqchi, tushib ketmoqchi. Mushnoqlarga diqqat qilib kirgizinglar davotidir. Masalan, birinchisi yakhruju chiqyotdi shundami? Men sinfdan chiqib ketmayman deganni lan orqali ifodalasak, nima deymiz? Lan akhruja minal fasli. Lan yaxrujni oldiga keldi, oxirini qana qildik, zavar qildik. Undan keyin yashrabun desa, hum la yashrabul ma'al barid. Ular sovuq suv ichmaydi. Shundami? Yashrabunning oxirgi nun qana ketdi, tushib ketdi. Ammo yaghsilnaga o'xshash, ta'kul yaghsilnaga o'xshash ayollar ko'plik kelib qolsa, buning nuni qana ketmaydi, tushib ketmaydi. Buni diqqat qilsak bo'ladi,